Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 17-dan 24-iyun kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-18-iyunda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 17, 18 va 24-iyunda 18-23 darajalik, 19-dan 23-iyungacha 20-25 darajalik. Kunduzi 17-iyunda 30-35 darajalik bo'ladi. 18-dan 21-iyungacha 35-40 daraja issiqqacha ko'tariladi. 22-24-iyun kunlari 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-dan 24-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-dan 20-iyungacha 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 17-iyunda 20-22 metr/sekund tezlikgacha yetadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 darajalik. Faqat 21-dan 23-iyungacha 22-27 darajalik. Kunduzi 17-dan 19-iyungacha 33-38 daraja issiq, 20-dan 23-iyungacha 35-40 daraja issiq. 24-iyunda 30-37 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-dan 20-iyungacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 21-dan 24-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-dan 20-iyungacha 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 darajalik. Kunduzi 31-36 daraja issiq. Faqat 21-dan 23-iyungacha 33-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 17-iyunda Qashqadaryo viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17-dan 20-iyungacha 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-27 darajalik. Faqat 18-dan 21-iyungacha 20-25 darajalik bo'ladi. Kunduzi 33-38 daraja issiqdan 37-42 daraja issiqqacha o'zgarib turadi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 17-dan 20-iyungacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 21-dan 24-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja issiq. Faqat 18-dan 21-iyungacha 18-23 darajalik. Kunduzi 31-36 daraja issiq. Faqat 22-23-iyun kunlari 33-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-17 darajalikdan 15-20 darajalikgacha. Kunduzi 22-27 darajalikdan 25-30 daraja issiqqacha o'zgarib turadi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.